Biz hozir Xivadagi Xiva Moon restoranimizga keldik. Bu restoranimizda asosan turistlar keladi. Bu restoranimizda dim ko'p rekonstruksiya ishlarini aytganmiz. Hozir sen bilan shuni birga ko'rib chiqamiz hammasini. Bu restoranimizda girganimiz bir hol bo'ladi. Xivada berni dalan deb aytadilar ekan. Girgandan bizda chapda 2 dona umanlikimiz bor. Umanlikimizni ikki chetida agarda e'tibor etib qarasak, 2 dona eshik bor. Chapdagi eshigimiz bu klientlar kirib chiqish uchun, bu o'ngdagi eshigimiz bu ofitsiantlar kirib chiqish uchun bo'ladi. Undan keyin bizda bu yoqda o'ng tarafda bu yerda avval boshqa sharoit edi. Bu yerda eshik yo'q edi. Bu eshiklarni biz o'zlarimiz ochdik. Bu yerda kuxnyamiz, zagodovka edi. Bu yerdan restoranlar o'zlari chiqarib beradilar. Bu yoqda koridorimiz bor. Bu koridordan to'g'ri kelsang, moykaga kirib ketasan. Keyin undan keyin qo'limizda bizda bu yerda murskoy, женский sanuzel bor. Hojatxona. Keyin bizda hozircha perilalar hali qo'yilmagan. Perilalarimiz hali endi qo'yiladi. Bu perilarimiz bizda oynadan bo'ladi. Undan keyin bizda shu divanlar ko'rib turganda bu yerda Xiva Moon'ni logotipi tushiriladi bu yerda. Undan keyin bizda bu stoyka bor. Bu stoykamizni biz olib bilmaganmiz. Olmaganimizning sababi bu zinamizni shunga qatirilgan. Bu zinani tutib turibdi. Bu avvaldan bor edi. Undan keyin biz bu yerda polda biz umuman restoranimizda hamma narsasini tozalaganmiz. Polu, zinani kafellari, devorlar, bu yerda devorda so'qullar chiqib yotadi. Ularni hali ko'rsatib o'tamiz videoda. Restoranimizga kirib kelgandan keyin o'ng qo'lda bizda bar bo'ladi. Barimizdan bizda avval kichkina edi. Buni biz hozir endi kattalashtirib, 2 barobar kattalashgan bu barimiz avvalgi holatidan. Buni polning boshidan biz yasaganmiz bar. Barimizdan shu sen ko'rib turganing bu kafel bo'ladi. Biz buni dispning ustidan kafelni yopishtirib ishlaganmiz. Bu kafelimizdan biz Xitoydan oldirganmiz. Bara kirgandan keyin o'ng qo'limizda mo'yka bor. Bu mo'ykamizdan ishlatib ko'rading. Bu mo'ykamiz universal mo'yka bo'ladi. Bu 4-5 положениеda ishlaydi bu. Kerak bo'lsa suvni, gradusini, issiqligini o'zing belgilab ishlatasan bu yerda. Qo'ling pishgan vaqtda boshqa umanliklarni o'chirib, ilib o'tirmaysan. Undan keyin yonboshimizda bizda kofe maydalaydigan apparatimiz, uni yonida kofe mashinkamiz, solib beradi. Uni pastida biz buz apparat qo'yganmiz. Bizning buz apparatimiz, kofe mashinkalarimiz ham hamma suvlar kelib, kanalizatsiya ham kelib ulangan bular уже. Bu ko'rib turgan apparating bizda amerikano bo'ladi. Bu kofe damlaydigan apparat bu ham. Undan keyin bizda bu yerda samovarimiz ham bor, elektronik samovar. Bu choydonlab beradigan narsamiz bo'ladi. Undan keyin bizda bu yerda рабочий stol polni. Bu yerda biz kichkinagina vitrinni холодильникga qo'yib ketganmiz. Bu yerda desert uchun pirojniy, undan tashqari meva ham yeyishlari mumkin. İşte sen ko'rib turgan kofe apparatimdan biz $5700 oldirganmiz. Uni teyindagi buz apparatimizdan $1000 oldirganmiz. Bizlar bu yerimizda avtomat qo'yib ketganmiz. Bizning bu avtomatimiz bu yerda polni zalni svetlarni kontrol etib beradi. Qaysidir bir местоga klient borib o'tiradigan bo'lsa, shu yerdan to'g'ri svetini yoqib o'chirishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda muzikalniy svet, disko sharlari, освещениyalar, холодильник, xullas zalni hamma svetini shu yerdan yoqib o'chirib bilamiz. Bu restoranimizda biza polni restoranni patologini o'z holatida qoldirganmiz. Bu avval oq svetlarda, hozir buni biz qora svet o'tirganmiz. Bu yerdagi lyustralarimiz, освещениyalarimizni polni tozalaganmiz boshidan. Bu restoranimizda 4 tane kolonnasi bor edi. Bu kolonnalarimizdan trafareti bor edi. Ustida atachint urilgan edi avvalgi holatida. Biz uni trafaretini qoldirdikdan rangini o'zgartirib, ustidan MDF bilan dekor ishlaganmiz. Restoranni o'ng qo'limda bizda gipsokardon, gips, undan tashqari ko'zalarimiz ham gipsda yasatganmiz. Bular hammasi gipsda yasalgan ko'zalar. Bularimizni gipsokardondan ishlaganmiz figurani. Uning teyinda biz darak shaklida gipsdan quyma zakaz etib oldirganmiz. Ko'zalar ham ichida pasvet yoqib o'tirganmiz. Bu ko'zalarimiz chiroyli bo'lib ko'rinib turishi uchun. Pastda daraklarimiz ham e'tibor etsang, bu darakdan ustidan svet yoqilgan, darakdan biza bordoy svet bo'yaganmiz. Qarading patologda e'tibor etmading, patologimizdan ham biza qizil svet, podsvetga yoqib ishlatganmiz shu yerimizda. Endi shu yerda bordoy svet yoqqanmiz faqat. Qava yerlarimizda hammasi sari svetda yonibdi. Bu devorimizdan ham avval bizda boshqacha stilaj bor edi. Bu stilajimizdan biz buzib tashladikdan o'rnidan o'zlarimizga kerak shaklda yasab oldik. Hozir sen ko'rib turgan shu yeringdagi shakllar hammasi kafeldan ishlangan, undan tashqari MDF bilan ham dekor ishlangan bu yerda. Bu yerda o'zi aslında boshqa mebel bo'ladi. Stolimiz ham o'zgaradi. Ustarimiz shu dekorimizni dik teyindan keladi. Undan keyin bu yerda klient o'tirgan vaqtida o'zi xalasa bu svetni yoqib, o'zi xalasa o'chirib biladi. Uni ham yonida rozetka ham qo'yganmiz. Telefon yo nodir bir zaryadga qo'yishi kerak bo'lsa, bu yerda bemalol foydalanib biladi. Bu yerda avval polimizda mramor qo'yilgan edi. Biz bu mramorlarimizni qo'porib olib tashlab, o'rnidan kafelakka qo'ydik. Bu italogranit kafel. Bu kafelimiz Sandroger transpol bo'ladi. Bu kafelimiz fosforli. Bunga
Bu yerda zalivkalarimiz, galavalar, svet tushgan vaqtida bu kafelimiz o'zidan nur taratadi. Patologlarimizdan biz profil aylantirganmiz. Profilimizdan tiyindan podsvetga qo'yib aylantirib ishlaganmiz. Undan keyin bu o'rtadagi patologimiz edi. Ikki chetdagi patologimizda profilni yanında bize trekoy relis aylantirganmiz. Bu relisimizdan osma shaklda ishlaganmiz. Umumiy hamma svetini yoqqan vaqtda bu restoranimiz ichi yop-yorug' bo'ladi. Bu bizlarga nov vaqti kerak, bizlarga uborka vaqtida kerak. Boshqa vaqtida biz shunday osishini qo'yib qo'yamiz. Yuradik, sana bu yerda sanuzillarni ko'rsataman endi. Shu yerdan svetlarni yoqib kirasan. Sanuzilimiz ham bizda avval içi umuman boshqacha atmosferada edi. Hozir biz uni 100% o'zgartirganmiz ichini. Kafeli, poli, devori, stenasi, eshigi, umanlikini, simisitilinacha polni o'zgartirib chiqqanmiz. Bu umanlikimizdan ham boshida sensori bor. Shu yerda deysang, bu umanlikimiz yanadi. Hojatxonamiz 2 ochkoli bo'ladi. Ichini ochib ko'rsang, bu yerda biza unitazdan installyatsiya etib qo'yganmiz. Hojatxonaning ichidan ham biza gigiyenskiy dushacha ekkab qo'yganmiz. Bu erkaklar hojatxonasi bo'ladi. Bu hojatxonamizdan ham biza kirganda o'ng qo'limizda umanlik qo'yganmiz. Umanlikimizdan biza zerkalasi svet ulangan, podsvetga yanadi bundan ham hozir o'chib turibdi. Bizada bu yerda erkaklarnikidan ham 2 dona 2 ochkoli deb aytiladi. 2 ochkolda yana 2 hojatxona. Undan keyin biza devorlarimizni, kafelarimizni hammasini ko'parib olganmiz. Bu tarafimiz 6120 lik kafe. Bu tarafimizda bizada Xitoydan zakaz etib oldirgan kafelimiz bo'ladi. Bu bizning milliy uslubdagi kafelimizga o'xshab ketadi. Undan keyin hojatxonaning ichida biza installyatsiya, undan tashqari gigiyenskiy dush ham qo'yganmiz. Installyatsiyani ustiga e'tibor etsang, bu yerda akoshka qilganmiz. Bu akoshkamizni ichine bir dona ko'za tashab qo'yamiz. Hozircha yo'q.